Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bizning universitetimizga qanday qilib chet el fuqarolari onlayn hujjat topshirishni o'rganamiz. Onlayn hujjat topshirish uchun silka bo'lishi kerak. Silkani men tashlab qo'yaman. Silkaga bosilgandan keyin Ermekboy shunday men Gmail turibdi mana. Gmail account bo'lishi kerak. Oldin yaratilgan bo'lishi kerak. Oldin yaratilmagan bo'lsa bu okno ochilmaydi, bu sahifa ochilmaydi. O'sha Gmail account yaratgandan keyin shu okno chiqadi. Tak. Birinchisi nima? Ariza beruvchining to'liq ism-sharifi, familiyasi. Aytaylik, Turkmaniston fuqarosi bizga o'qish topshirmoqchi. Muradov Murad. Tug'ilgan sanasi. Tug'ilgan sanasi kiritiladi. Ariza beruvchining telefon raqami. Bizda Turkmaniston fuqarosini qabul qilmoqchi bo'lgan primer qilib ko'rsatilyapti. O'shaning uchun Turkmaniston nomini kiritdim. Bu Turkmaniston nomeriga imo, WhatsApp yoki qaysidir imo, adashmasam imo o'tda ishlaydi. Imo registratsiya qilingan bo'lishi shart. Ota-onalarning birini telefon raqami. Bunga ham imo registratsiya qilingan bo'lishi kerak. Rekruterning to'liq ism-sharifi. Rekruter kim olib kelyapti? Kim tomonidan olib kelinyapti? Talaba. Aytaylik, Anna Muradov Sherzod talaba olib kelyapti. Anna Muradov Sherzod Muradov Muradni olib kelmoqchi. Anna Muradov Sherzodning rekruter telefon raqami. Shuning telefon raqami bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa O'zbekiston nomeri. Bunga ham shu hamma WhatsApp imo ochilgan bo'lishi kerak. Bakalavr dasturini tanlash. Bu yerda направление tanlayotganda, to есть yo'nalish tanlayotganda juda ehtiyot bo'lamiz, chunki tanlangan yo'nalishni o'qish tugaguncha o'zgartirib bo'lmaydi. Shuni inobatga olib, yaxshilab o'ylab keyin tanlashingizni so'raymiz. 3x4 fotorasm. 3x4 fotorasmni iloji bo'lsa shu fotostudiyalarga borsangizlar, o'shda chiqarib beradi. Yoki elektron variant tashlab berishadi. Shu elektron variantni kompyuteringizga yuklab qo'yib, kompyuteringizdan добавить fayl qilsangiz, o'sha kompyuteringizga yuklangan joydan добавить fayl qilsa bo'ladi. Attestat fotosurati. Attestat adashmasam 3 ta ilovadan tarkib topgan. Shu 3 ta ilovani ham загрузка qilish kerak bo'ladi. Faylni razmeri iloji boricha kichikroq bo'lishi kerak. 100 megabaytdan oshib ketishi kerak emas. Tak, pasportning fotosurati yuklang. Pasportni ham skaner variant bo'lingan. Aniq tiniq variant bo'lishi kerak. Shuni ham pasportni ham, attestatni ham shu 3x4 ga borganda etilsa, hammasini bitta qilib elektron qilib beriladi. Attestatni ham, pasportni ham. Uni yuklagandan so'ng pasport seriyasi va raqam kiritish kerak. Без пробел, matda probel bo'lishi kerak emas. Pasport berilgan sanasi kiritiladi. Pasport amal qilish sanasi kiritiladi. Inobatga oling, hammasini birma-bir tekshirgan holda oxirida отправить degan tugmani bosish kerak. Bir marta bosiladi. 3-4 marta bossangiz arshivga berish mumkin yoki 3-4 marta hujjat ketib qolishi mumkin. Tushunmovchilik bo'lmasligi uchun bir marta bosiladi. Tak. Qolgan mana fayllar qanaqa gazetada bo'lish yoki nimadir savollar bo'lsa, bundan keyingi Word varianti tashlab beriladi. Word varianti как пример qilib kimniki bo'lsa ham kiritilgan bo'ladi. Bunaqa kiritish boshdan boshlab oxirigacha to'g'ri ko'rsatilgan. Hamma narsa tushunarli bo'ldi deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.